keldik, o'rgandik. Tanlovni shu yerda qildik. Mana xalqlarimizni olib ketyapmiz, xudo xolasa. Akamiz ko'p joylarni ko'rdi. Tanlovni Gold Clinker bilan qildi. Jalaquduqqa Gold Clinkerning filiali ochilyapti, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar bo'ladi bu yerda. So'qillar hozir zakaslar ko'pligini hisobiga ulamadi. Kechqurunga tayinlab qo'yamiz. 3D dan, lazernidan Gold Clinker bilan birga bir qoliplarni oldi. Tez kunda Gold Clinkerning filiali Jalaquduqda ham ochiladi. Jalaquduqlik aka-ukalarimiz, bemalol akalarimiz zakaslarni qilaverasizlar. Bu mahsulotlardan chiqadigan toshlarni hozir ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Clinker korxonasiga kelsanglar, xuddi shunday mahsulotlar, bu so'qilning mahsulotlarimiz, yangi ranglarimiz barchasini akalarimiz quyishni o'rgandi. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Vibrlarimiz 50 dan oshiq mahsulotlarimiz bor. Bular ranglarini xohlagan usulda berishdi. 5-6 xil holatda quyishlikni o'rgatamiz. Sizlarni ham korxonamizda kutamiz. Biznes boshlash davri keldi. Akamizga ham nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol murojaatlar qilib oladi. Xudo xolasa sizlarga mahsulotlarni tavsiya qilib qolamiz.